Imom Navaviy rahmatullohi alayh o'zini Riyozi Solihin degan kitobida birinchi bobini niyat va ixlos haqida boshlab aytadiki, Astagfirullah va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin hunafa. Har bir olim o'zini kitobini birinchi bobini, mavzusini niyat va ixlos to'g'risida boshlagan. Nima uchun? Chunki shariat islomiyada birodarlar, siz va bizni dinimizda katta qoida, katta qonun, har bir ishni bajarar ekanmiz, birinchi niyatni chiroyli qilishlik bo'ladi. Shuning uchun Imom Navaviy rahmatullohi alayh o'zini Riyozi Solihin degan kitobini birinchi bobini niyat va ixlos to'g'risida boshlayapti. Alloh taolo oyat kalimasida aytadi: Astagfirullah va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin. Insonlar dedi Alloh taolo, insonlar dinlarida ibodatni xolis qilishlikka buyurildi. Musulmonlar ibodat qilishligida, Allohga sig'inishlikda xolis ibodatga buyurildi va namozni o'qishlikka va zakotni o'qishlikka xolis namozni, zakotni bajarishlikka buyurildi deydi. Yana bir oyat karimada Oli Imron surasida Alloh taolo aytadi: Astagfirullah la yanalalloha luhumuha va la dimauha valakin yanaluhu taqva minkum. Qurbonlik to'g'risida bu oyat. Alloh taolo qurbonlik qilgan insonlarga qarata aytadiki, sizlarda qilgan qurbonliklarni na qonlari, na go'shtlari hech baqosi Allohning huzuriga yetib kelmaydi, balki sizlardan bo'lgan taqvogina yetib keladi. Bu degani nima degani? Qurbonlik qilamiz, jonliq so'yamiz, go'sht tarqatamiz, ehson qilamiz, u narsalar, go'shtlar, terilar Allohning oldiga bormaydi. Bizdan bo'lgan yuragimizdagi ixlosimiz, yuragimizdagi Allohga bo'lgan ishonchimiz shu narsa yetib boradi. Boshqa bir oyat kalimasida Alloh taolo aytayapti: Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Alloh va ya'lamu ma fis samawati va ma fil ard. Ayting ey Muhammad alayhissalom, qalbinglarda nimaniki yashirsanglar yoki ochiq oydin qilsanglar, Alloh buni bilguvchidir. Alloh yer va osmondagi barcha narsalarni biladi. Alloh har bir narsaga qodirdir deydi. Imom Navaviy rahmatullohi alayh o'zini Riyozi Solihin degan kitobida tabarrukan shu oyatlar bilan boshladi. Imom Navaviy rahmatullohi alayh Riyozi Solihin kitobida birinchi boshlagan hadisi quyidagi hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: Innamal a'mal binniyat. Har bir amallarni niyatga bog'liqdir. Har bir amal ishlar niyatga bog'liqdir. Har bir kishi inson uchun nimaiki niyat qilsa shu narsa yetadi deb marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarining davomida aytadi: "Faman kanat hijratuhu ilalloh va rasuluhu fa hijratuhu ilalloh va rasuluhu." Kimda kim Alloh taolo uchun va payg'ambarimiz uchun, dini uchun o'z vatanini tashlab boshqa vatanga safar qiladigan bo'lsa, nima uchun niyat qilgan bo'lsa, ana o'sha narsaga yetadi deydi. Endi dedi payg'ambarimiz alayhisalom, kimda kim o'zini vatanini tashlab hijrat qiladigan bo'lsa, bir dunyo, mol dunyoni deb yoki bir ayolga uylanishlik maqsadida nimaga niyat qilib hijrat qilsa, ana o'sha u inson uchun ana o'sha narsa yetadi deydi. Demak, birodarlar, qilayotgan ishlarimizni savob berilishligi, qilayotgan ishlarimizga mukofot berilishligi niyatlarimizga bog'liq bo'ladi. Agar vatanimizni tashlab boshqa bir davlatga ko'chib ketishligidan niyat, dinimizni saqlab qolishlik yoki ibodat, boshqa yaxshi narsa bo'lmasa, mol dunyo topish, boyib ketish, shunga o'xshagan narsa bo'lsa, bizga mana shu narsani o'zigina yetadi xolos. Bu hijratimizdan biz savob ola olmay qolamiz. Yana bir hadis sharhi. Imom Navaviy rahmatullohi alayh o'zini kitobida keltiradi. Oysha onamizdan keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: qiyomatga yaqin bitta katta jamoa, bitta katta qo'shin Makkani, Ka'bani buzishlikka Makka tomonga safar qiladi. Qiyomatga yaqin katta qo'shin, lashkar Makka tomonga safar qiladi, Ka'bani buzishlik maqsadida. Bu qo'shin Madinani Zulhulayfa degan Baydo tepaligiga yaqinlashganda, bularni boshini ham, oxirini ham teng barabar yer yutib yuboradi deydi. Hadisning davomida aytadi:
Qultu ya Rasululloh kayfa yuhsabu bi awwalihim va akhirihim. Oysha onamiz so'rayapti, yo Rasululloh, bularni ichida, katta qo'shinning ichida Makka tomonga ketayotgan savdogarlar ham bor. Ka'bani buzishlik niyatida emas, yaxshi niyatda ketayotgan boshqa insonlar, begunoh insonlar ham bor-ku, qanday shuncha katta qo'shinni yer yutib yuboradi, hammasi halok bo'lib ketadi deb so'raganda payg'ambarimiz alayhisalom aytdiki, yuhsafu bi awwalihim summa yubasuna ala niyatihim. Bularni hammasini yer yutib yuboradi-yu, lekin qiyomatga kelganda mahshar maydonida tiriltirishlikda kim qanday niyatda o'lgan bo'lsa, o'sha niyatda tiriladi. Savdo tijorat maqsadida ketganlar, yaxshi niyatda ketganlar yaxshi holatda tiriladi. Ka'bani buzish uchun ketganlar, yomon niyatda ketganlar yomon holatda, yomon ahvol ularni kutib oladi. Riyozis Solihin kitobidan yana bir hadis sharhi. An Oysha qolat, qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam la hijrata ba'da al-fath. Oysha onamiz keltiradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Makka fath bo'lgandan keyin, Makkani butun musulmonlar qo'lga olgandan keyin Makkadan hijrat qilishlik yo'qdir deydi. Demak, Makkadan islomning boshida Madina tomonga hijrat qilishlikka buyurildi. Madina tomondan Makkani tashlab Madinaga borib yashashlikka musulmonlar avvalda buyurildi. Keyin musulmonlar kuchaydi, hammasi qurol-yarog', hamma tomonlama kuchaygandan keyin Makkaga yana qayta qo'shin tortib, Makkani ham musulmonlar qo'lga olib egalladi. Shu vaqtdan keyin payg'ambarimiz alayhisalom aytganki, endi bu davrdan boshlab Makkani tashlab chiqib ketish, hijrat qilib ketishlik yo'q. Valakin jihaduma, lekin bundan buyog'iga ikkita ibodat qiyomatgacha to'xtamaydi. Jihad degan narsa dinni foydasi uchun, dinni rivoji uchun kofirlar bilan urushlik va yaxshi niyat qilib safar qilishlik boqiy qiyomatgacha qoladi deydi. Fa iza ustunfirtum fanfiru. Payg'ambarimiz alayhisalom hadislarning davomida aytayapti, sizlar urushlikka, ya'ni dinni rivoji uchun urushlikka chaqirilsangizlar, safarbarlik qilib tayyorgarlik ko'ringlar, chiqinglar deydi. Yana bir boshqa bir hadisda an Jobir ibn Abdulloh al-Ansori qala kunna ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam. Imom Navoiy rahmatullohi alayh o'zini Riyozis Solihinda yana bir hadisni keltiradiki, Jobir roziyallohu anhu aytadi. Jobir roziyallohu anhu biz payg'ambarimiz bilan bir g'azotda, bir urushda edik. Madinada bizni urushga chiqa olmasdan bir qancha kishilar qolib qoldi. Madinada urushga chiqa olmasdan bir qancha odamlar qolib qoldi. Biz urushga chiqib Madinaning yo'lida ketyapmiz. Payg'ambarimiz alayhisalom bizga qarata aytdiki, sizlar qayerga borsanglar ham, qaysi vodiyga borsanglar ham, qancha urushsanglar, qancha savobga ega, qanday amal qilsanglar ham, sizlar bilan birga Madinadagi odamlar sizlar bilan birgadir deydi. Madinada qolib ketgan odamlar ham, safar qilsanglar ham, qiynalsanglar ham, urushsanglar, nima ish ibodat qilsanglar, Madinada qolgan odamlar ham sizlar bilan savobda barobardir dedi. Ajrda sherikdir dedi. Nimaga esa habisahumul maros. Chunki Madinada qolgan odamlar, ular kasalligi sababdan, oyog'i sholligi, qiynalganligi sababdan sizlar bilan g'azotga urushga chiqa olmadi. Shuning uchun sizlar bilan birga, demak, niyati xolis bo'lganligi uchun savobda sherikdir deydi. Demak, birodarlar, bu hadislardan xulosa biz nimaiki qilar ekanmiz, niyatimiz chiroyli bo'lsa, niyatimiz xolis bo'lsa, dunyo ishini qilayotgan bo'lsak ham, niyatimiz xolis bo'lsa, biz savobga ega bo'lamiz. Niyatni bizni qilayotgan ishlarimizga ta'sirini qarab turing. Olimlarimiz, ahli ilmlarimizdan biri umraga boradi, umra safariga boradi. Umra safariga borib, shu o'zimizni Qirg'izistondan Ka'bani oldida bilasizlar, duo ijobat bo'ladi. Ey Parvardigor, shu o'zini madrasasiga bir arab tilini o'rgatgani arab kerak bo'ladi. Qancha odam o'qituvchilarda arab o'qituvchilarini olib keladi, turmaydi, olib keladi, ketib qolaveradi. Shuna bo'lib, bitta o'qituvchi arab tili bo'yicha hech turmas ekanda. Keyin haligi domla Ka'bani oldida duo ijobat, endi mana shu yerda duo qilay, bir muqim o'qituvchi bo'lsin bu yog'iga endi deb duo qiladi. Ey Parvardigor, oyog'i shol, oyog'i cho'loq bo'lsa ham bitta arab bizni madrasamizga, Qirg'izistonga borib doim o'qituvchilik qilsin deb duo qiladi alijon. Umra safaridan keldi, ozgina vaqt o'tdi, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin 1-2 oydan keyin telefonda bog'lanishi bir muallim o'qituvchi, arab o'qituvchi bilan tanishib qoladi, uzoqdan Misrdan.
haligi bilan aloqa qilib biletlarni jo'natib keladigan bo'ladi Qirg'izistonga madrasasiga. Keyin bu domla endi kutib olay, endi mehmon arabchani bizni tilimizni bilmaydi deb aeroportga chiqib kutib olsa, haligi odam tushib kelyapti aeroportdan. Samolyotdan tushib aeroportdan chiqib kelamiz. Cho'loqlarni tushib kelamiz qarang. Cho'loq ekan haligi. Duoda cho'loq bo'lsa ham bir bizga muallim kerak deb so'radi, xuddi shunaqasi uchradi. Qarangda, niyatingizni qilayotgan ishlarimizga niyatimizni qanchalik ta'siri katta. Qanaqa niyat qilsangiz shunaqa beradi.